Yo'q, 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 nimasi bu? Yo'q, 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 yo'q. Bismillah. Yo'q. Yomon tush ko'ryapman. Yaxshi ham tushim ekan. Tushimda hamma joy dumaloq bo'lib qopti. Minecraft dumaloq bo'lsa-ya. Shu ham tushmi? Xo'p, bir havo almashtirib kelay. What the Qansan Jamol, nimalar bo'lyapti? What the dumaloq Jamol, qaygasan? Uygamsan Jamol? Nimalar qilyapti bu? Shunaqa joyi bormi uni uyda? What the? Tunnel bor ekan uni uyda. Xo'p, tushaylikchi. Okay. Yo! Bro, kudimi Minecraft dumaloq bo'lib qopti. Kudimi bu yoqqa chiqqan. Okay, chiqdimi? Okay, qara. Minecraft dumaloq. Menga bu juda yoqa boshladi. Men bu yerda hammasini ko'rishim kerak. Hamma kerak narsalaringni olib chiq. Biz sayohatga chiqamiz. Mayli, go. Men ham kerak narsalarimni olaman. Let's go. Dumaloq Minecraft. What? Yo. A few moments later. Yo, what? Falan yildan beri kutib turman. Hali ham kelgan yo'q-a. O'zi nima qilyapti? What? Keyin narsalar shumi? Let's go bro. Qarashdak biz ana bu yerga borishimiz kerak. Xo'p, o'sha yerga sayohatga chiqamiz, keyin uzoqroqqa ketamiz. Men dumaloq yerda hamma joyini ko'rib chiqishim kerak. Go. Mana bu yerlar realni. Let's go bro. Bitta suvga sakrab ko'ray. Bitta ko'ray. Go, sakra. Sakra. Yo, let's go. Nihoyat o'rmonga ham kirib olyapmiz. Wow, o'sha juda realni chiroyli ekan, ha? Qarashdak hayot qonuniga o'tamiz. Bizlar rivojlanib olishimiz uchun bizlarga birinchi o'rinda daraxt kerak. Xo'p, mana bu daraxtni sindirishimiz kerak. Let's go. Xo'p, buni ko'zi bor. What the fuck? Ikkinchi o'rinda esa bizlarga ovqat kerak. Uning uchun bizlarga qilich kerak. Qilich bilan ovqat topamiz. Let's go. To'xta. Qayerga ketyapsan? To'xta. Xo'p, endi biz bironta yashash uchun joy topishimiz kerak, to'g'rimi? Xo'p, tushamiz. Yo, what? Bro, ichiga kirib ko'rishim kerak men. Let's go. Siz shu yerda turib turing, okay? Xo'p, mana yaxshi fonar olib olgan ekanman. Xo'sh, okay. Wow. Let's go. Sandiq. Xo'sh. Qanaqadir kitob bor ekan. Yo, what? Men faqat dumaloq yer ko'raman, desam, mashina bozor ham bor ekan. Let's go. Shu yerda mashina sotib olib, tezroq o'z joyimizga boramiz. Xo'p, kiramiz. Jamol kir. Xo'p, assalomu alaykum. Xola, yaxshimisiz? Qarashdak, bizga mashina kerak edi. U qayerda? Uyning orqasida. Lekin ovozingiz o'g'ilbolanikiga o'xshagan. Men bir mashina ko'rib kelaysiz. Jamol sen shu yerda turib tur. Let's go. Uyning orqasida dedimi? Xo'p, okay. Wow. Okay, olaman. Qarashdak, buni narxi qancha ekan? Biroq Yo, what bro? Qara fil. Men umrimda filni ko'rmaganman. Sal yaqinroqda ko'raylik. Yo, let's go fil. Yo. What? Urib qo'ydi, qoch bro. Yo, what? Yo. What? Yo, yaxshi ham reklama ekan. Qo'rqib ketdim-man. Yo, what? Tezroq reklama qilmasa bu filmni tinch qo'ymaydi. Qarashdagi obunachilar, Abu Minecraft kanaliga tezroq obuna bo'lib qo'yinglar. Hozirda ularning 415 ta obunachisi bor. Kelinglar ularga 500 ta obunachi yig'ib beramiz. Agarda obuna bo'lish tugmasini bilmasanglar, mana bu yerda obuna bo'lish tugmasi bor. Yo, what? Qo'rqinchli film. Obunachilar tezroq obuna bo'lamiz. Kanal описаниеda va kommentda ko'k selka orqali o'tib hozirroq obuna bo'lamiz. Va oxirgi videosida Hackerda salom deb yozib qoldiringlar. Men tezroq bu yerda ketmasam, mana bu film meni tinch qo'ymaydi. Iltimos obunachi
yoshlar obuna bo'linglar. Men bu yerda tezroq ketmasam bu film meni o'ldirib qo'yadi. Qo'y, nega? Senga ham reklama kerakmi? Unda mening Telegram kanalimga o'r. Barcha ma'lumotlar opisiyaniyada bo'ladi. Bro, qarashday biza uy qurishimiz kerak. Buning uchun bizga taxta kerak. Xo'p, menda tapor o'zimga yetar ekanda, o'zingda bormi tapor? Menda faqat bittada. Let's go. Bor ekan u, bo'li mujik bor. Men ham daraxt olib kelay. Let's go. Yo, bro, keldingmi? Qarashday olib kelgan taxtalaringni bersam, men shu yerda uy qurmoqchiman. Wow, bir stak olmush tutdan. 3 stak olmush tutdan. Let's go. Qarashday sen boshqa ish bilan shug'ullanib tur, men shu yerda uy qurib turaman. Polni qilsak birinchi. Let's go. Okay, let's go. Okay, xo'sh. Yeah. Okay, let's go. Bu yerdan ham pol qilsa. Yo, what? Bro. Wow, okay, let's go. Bitta yotoqxonam junini olib kelibdi. Okay, qo'yamiz, qo'shib tur. Qo'yamiz. Bitta joyga qisib o'tira olmaysanmi? Endi o'zimga bitta yotoq qilsam kechga mazza qilib uxlayman. Xo'p, mana, let's go. Xo'p, mana bu yerdan qo'ysam. Okay, yo. Yo, what, bro? Xo'p, bro, biza fermachilikni ham yo'lga qo'yishimiz kerak. Xo'p, bu yerga chiq, okay? Eshikni yop, sovuq kiradi. Mana bu yerdan biza ferma joyini quramiz, okay? Xo'p, sen shu yerdan fermaga tekislab joy qilaver, men qo'y, sigirlar olib kelaveraman. Xo'sh, okay, let's go. Men ana bu teshikdan borib qo'ylarga qaraychi. A few moments later. Kelyapsizlarmi? Yo, what the fuck is that, bro, man? Yaxshi, ortimdan yuraveringlar. Go. Yo, what the Jamol, dahshat quribsan. Eshikni och, qo'ylar kelyapti. Kiringlar, kir. Okay, kir. Tizash kira. Qarab o'tiribsan, nima qarab o'tiribsan? Let's go. Endi bizlarning qo'ylarimiz bor. Sen yo bu yoqqa chiqqay, garang qo'ymisan sen. Okay. Wow, dahshat u, ha. Endi bizlar fermachilik bilan shug'ullanamiz. Nima uchun qo'y bo'lmayapti? Jamol kelmayapti shota. Anchadan beri yo'q uyda. Xo'p, qani? Kelyapti yo'q. Qo'lida nimadir bor. Menimcha o'to'lanlar olib kelyapti. Aytgan o'to'lanlar. Okay. Mana bu nima uchun qo'yilmayapti ekan? Asab, keldingmi? Yo'q. What the fuck? Buni nima olib keldi?